Bosh bo'lib, Xudo xolasa elga bir chiroyli ko'pkari to'y bermoqda. Ilohim, Saydulla akamizning umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin, yangamiz bilan qo'sha qolib, ulug' 100 yoshlarga kirib, mana shu nabiralarini uylantirish to'ylarida boshqash bo'lib, elga katta to'ylar qilib berishini tilab qolamiz. Xudo xolasa astoydillik qilgan elga beramiz deb, mana bu hosini qarang, maydonni qarang. Juda chiroyli, go'zal to'y bo'lyapti. Ana Xolbek harakat qil. Hayotdan birinchi maydon Bahram Jumaboyevning Stinger nomlari bilan ana Xolbek polvon ko'tarildi yuqoriga qarab. Bahram Jumaboyevning Stinger nomlari bilan yuqoriga Xolbek polvon ko'tarildi yuqoriga. Elchi televizor plusga ekran. Ana mahkam bo'laver. Xolbek polvon ko'tarildi yuqoriga qarab. Ana mahkam bo'laver. Xolbek polvon mahkam bo'laver. Kelasi yuqoriga marramizga Sabr polvon takalarni poychalari uzilib ketgan ekan. Takarlashtirib olamiz yuqoriga kelgandan keyin. Sabr polvon nazar qilasiz, takarlashtirib olamiz. Takarni poychalari uzilib ketgan, yirtilgan. Keldi Xolbek polvon. Takarlashtirib olamiz. Chopmaylar takarlashadi. Takan Masrur olamiz, Samadali Beysin, Farhad Yetti Sultan yo'li yoshini veriladi. Rustam akamasining o'g'lari mashhur polvonimiz Xolbek polvon Bahrom Jumaboyevning Stinger nomlari bilan yuqoriga marramizga elchi televizor plusga ekran avatar bersin. Ikkita oyog'i ham yo'q ekan, takanni almashtiryapmiz buni. Uzilib ketgan. Sabr polvon oxirgi narga takanni tashlaysiz.